Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Qarindaşlar, tövende huzurunlarga Saatiya İslam Tadqiqat Merkezi tarafından tayyorlangan şeriat gülzari ne huzurunlarga sunumuz. Allah'ın iyi bu Ramazan. Mübarek Ramazan ayetki alaylikler ve ahkamlar. Cemi hamdu sanalar barlıq nimetlerini ata kılgan, Kur'an'ı nazil kılgan, bizni hidayetki başlagan yegane zat Cenab-ı Allah olsun. O zat bizni hidayetki nisip kılmagan olsaydı, doğru yolunu tapalmagan bolattık. İman nime, İslam nime bilmegen bolattık. Yani bizge bu ulu dinini elip gelgen, onu toluk yetkizgen, Allah yolda hakiki cihatka, hakiki cihat kılgan ahirki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ve onun aile davabatlarına, şundakla sahabe kiramlarına bitmez tügmez salamlar bolsun. Bu şerefsiz peygamberinin sünnetiga ergeşken barlıq Müslüman qarındaşlarımızga, ata-analarımızga, bizge İslam öğretken, doğru revişte yetkizgen alimlerimizga ve ustazlarımızga, mücahit ve şehitlerimizge Cenab-ı Allah'ın salimi, mağfireti, rızvanı bolsun. Amin. Ey Allah, bizni İslam yolida mustahkam mengishga muvaffaq qilgin. Bizni dunyodan musulmon paytga ketishga nasib qilgin. Bizni ro'z tutishga va taravih namozi o'qishga nasib qilgin. Ramazonning oxirida do'zaxdan qutulib, jannatga erishadiganlardan qilgin. Amin. Mana Allohning muborak oyi bo'lgan ulug' Ramazonga kelib qoldi. Biz musulmonlar ulug' Ramazon oyini kutilish tashnalik qilib turibmiz. Bu ay kelgucha to'liq tayyorlanib, uningdagi fazilatlardan, barakatlardan eng unumli shaklda bahramand bo'lib, ay oxirlashganida do'zaxdan ozod qilinganlardan bo'lib chiqarishimiz intayin muhimdir. Shunga bu muborak oyning qadriga yetishimizga, uningga munosabatli so'r ahkamlarni bilishimizga to'g'ri keladi. Darvaqa bu oyning fazli va barakatlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Bu ulug' oyda Qur'on Karimdan iborat hidoyat kitobining nozil qilinganligi, uningdan 1000 oydan avval bo'lgan qadr kesning borligi, Alloh taolaning bu oyda ro'za tutishni farz qilganligiga uning fazilatini ko'rsatishga yetarlidir. Ramazon oyi qaysi oy? Ma'lumki, Hijriya yilnomasining oylari 12 bo'lib, bular tovandikicha: Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Oxir, Jamadiyul Avval, Jamadiyul Oxir, Rajab, Şaban, Ramazan, Şevval, Zulqa'da, Zulhicce. Demek Ramazan ayı Hicriye yılnaması tertibi boyunca 9. ay bulup, miladiye yılnamasına nispeten her yılı 12 gün etrafında aldığı sürülgeçken, her yıldaki kiliş vakti miladiye yılnamasına nispeten mukum bulmaydı. Ve tahminen 33 yılda bir katım aylanıdı. Şuna bu ay bazı baharda, bazı kışta, bazı küzde ve bazı tomuzda keledi. Bunundan mı ilahi hikmetler var elbette. Çünkü bunun aksice yaz yoki qishga o'xshash muqim bir faslda kelgan bo'lsa, 4 faslda almashib cheniqish vujudga chiqmagan bo'ladi. Ramazon oyi Qur'on nozil qilingan oydir. Cenab-ı Allah Qur'on Karimda Ramazon oyini alohidlik qilib, bu ulug' oyning darajasini yuqori ko'targan. Ramazon oyi bo'lsa, Qur'on insonlarga hidoyat va haq bilan nohaqni ro'shan ayiruvchi bo'lib nozil qilingan oydir. Shunga sizlardan qaysinglar Ramazonda muqim tursa, u oyda ro'za tutsin. Kimki kesel yoki safar ustida bo'lsa, tutolmagan kuni soni bo'yicha boshqa kunlar tutib olsin. Alloh sizlarga kesel yoki sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Bu sonni to'ldirishinglar va sizlarni hidoyat qilganligiga Allohning hamd sana aytgan holda ulug'lashinglar va shukr qilishinglar uchundir. Baqara surasi 185-oyat. Yuqorqi oyatdagi shunga degan so'z fa harfi bilan ifodalangan bo'lib, bu Arapchada tartib va sababni ifodalaydi. Shunga bu joyda Ramazon oyida ro'za tutish bu oyda Qur'on nozil bo'lganligiga ergishib kelgan degan ma'noni bildirib kelgan. Demak, bu oyda ro'za tutish Janobi Alloh subhanahu va taolaning butun musulmonlarga, balki barliq insoniyatga Qur'onni nozil qilish orqali qilgan zo'r iltifoti va katta ne'matiga shukr qilish va Allohni loyiqida ulug'lash uchun farz qilingan deyishga bo'ladi. Qur'on Karim insoniyatni hidoyatga boshlaydigan va hisolatga erishtiradigan aniq oyatlarni va hukmlarni o'z ichiga olgan. Janobi Alloh uni toki qiyomatgacha o'zgartirishdan qo'yadigan ulug' kitobdir. Shunday bo'lgan ekan, Ramazon oyida bu ulug' kitobning insoniyatga ato qilingan in'om sifatida nozil qilinishining shukronaga loyiq katta ne'mat bo'lishi tabiiydir. Imom Razi mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi: Bilginki, Alloh taolo ushbu oyni mushu ibodat bilan boshqalardan alohida qilinganida, buning sababini ko'rsatib qo'ygan.
U bolsumu Allah Taala'nın perverdigarlık delil isbatlarının en kattisi bolgan Qur'anni muşu mübarek ayda nazil qılganlığı bolup, onunğa masalda bu ayni bendeçilik isbatlarının kattisi bolgan roza tutuş ibadeti bilen alayda qılgan bolışı iraqsan almaydı. Ramazan ayı 1000 aydan afzal bolgan qadr kechisi bar aydır. Allah Taala qadr kechisini Ramazan ayida qılgan bolup, bu ulug' kechida qılgan ibadat Qur'anning aniq ko'rsatmasi bo'yicha 1000 ay, ya'ni 83 yil 4 ay ibadat qılgandımı afzaldir. Allah Taala buni Qadr surasida mundaq aniq bayon qilgandir. Biz uni Qur'onni haqiqatan Qadr kechisi nazil qildik. Qadr kechisining nimaligini sana nima bildirdi? Qadr kechisi 1000 aydan xayrlikdir. Farishtalar bilan ruh Jibril bu kechada Parvardigorning amri bilan barliq ish uchun tushdi. U kecha toki tong atgan qadar butunlay tinch, amonlikdan iboratdir. Farishtalar bilan ruh Jibrilning haqiqatan Qadr kechisi tushishini Imom Ibn Kasir mundaq tafsirlaydi. Bu kechining barakati ko'p bo'lg'achqa farishtalar bu kechada tushdi. Farishtalar xuddi Qur'on tilovat qilinganda tushganidek zikr so'rinlarini cho'ridab, haqiqiy ilm talab qilinishini izlatlab, ularga qanotlarini poyandoz qilib berganidek, odatda barakat va rahmat tushisi billa tushdi. Alloh taolo yana bir oyatda bu kechani muborak kecha deb atagan. Biz uni Qur'onni haqiqatan muborak bir kechada nazil qildik. Biz haqiqatan ogohlantiruvchilarmiz. U kechada har bir hikmatli ish ayriladi. To'xan surasi 1-oyatdan 4-oyatgacha. U kecha toki tong atgan qadar butunlay tinch amonlikda iboratdir degan iborani mufassirlar kasallikdan, aziyatdan, shaytonning yomonliklaridan xoli, farishtalar amonlik ilib tushadigan kecha deb tafsirlaydi. Bu kechadagi ibodat bilan kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki Allohning ajr beradiganligiga ishongan, shundaqla savob umid qilgan holda Ramazon ro'zasini tutsa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Kimki Qadr kechasida Allohning ajr beradiganligiga ishongan, ham savob umid qilgan holda namoz o'qisa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Sahihayn Buxoriy 2014-hadis, Muslim 759-hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10'ning taq kechalarida, yana ba'zi hadislarda oxirgi 7 kunda deb bayon qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10'ning taq kechalaridan izdanglar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bir muncha kishilar tushlarda Qadr kechasining oxirgi 7sida bo'lganligini ko'rgan edi. Rasululloh: "Qarasam sizlarning ko'rgan ishinglar oxirgi 7 kunga o'tilib ketdi. Shunga kimki Qadr kechasini izlasa, oxirgi 7 kundan izlasin" dedi. Lekin bu kechaning qanchinchi kechada bo'lishi aniq emas. 27-kechasi bo'lishi ehtimolligi kuchli. Ba'zida 27-kechasi, yana ba'zi 21-kechasi bo'lishi mumkin. Shunga bütün Ramazan ayida, xususan oxirgi 10 kunida fursatni g'animat bilish, ibodat va duoda alohida tirishchilik ko'rish zarurdir. Bu kechada ibodatga muyassar bo'lgan kishining bu kechaning Qadr kechasi ekanligini bilishi kerak emas. Muhimi uni taat ibodatida o'tkazgan bo'lishidir. Ba'zilar bu kechaning turli alomatlarini bayon qilib baqqan bo'lsa-mu, biroq ko'pinchisining asosi yo'q. Faqat bir xil alomati, ya'ni bu kecha oxirlashib tong atganda quyosh nurining ojiz bo'lganligi hadisda kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kechani va uning kunduzini mundaq sifatlagan: U kecha oydan tep-tinch kecha, issiqmi, sovuqmi emas. U kechining ertasi quyosh qizg'uch va nursiz chiqadi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Qadr kechasining ertasi quyoshning oq va nursiz holatda chiqishi Qadr kechasi bo'lganligining alomatidir degan. Yana bir rivoyatda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga Qadr kechasi attigini quyosh nursiz holatda chiqadi deb uqtirgan. Ubad ibn Samir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qadr kechasining alomati shuki, kecha xuddi nur chechib turgan to'lin oy bordagidek sup-suzuk, oydin jimjit bo'ladi. Havo sovuqmi, issiqmi bo'lmaydi. Toki tong atqicha shaytonlarni ko'ydirgich yulduzlarmi aytilmaydi. Uning alomatlarining yana birisi shuki, ertasi saharda quyosh xuddi 14 kunlik to'lin oydek oq va nursiz chiqadi.
Quyosh nurining ojiz bo'lishi deganlik uningga ko'z bilan qarshi qarg'il bo'lganligi, quyosh to'qichi aniq ko'rinadigan bo'lishi deganlikdir. Ertesi quyosh nurining ojiz bo'lishining sababini olimlar shu kechasi osmondan tushib chiqayotgan farishtalarning nurlarining kuchli bo'lganligi deb qayd qilgan. Ramazon oyi ro'za tutish farz qilingan oydir. Janobi Alloh Qur'on Karimda mundaq deb buyurgan. Shunga sizlardan qaysinglar Ramazonda muqim tursa, u oyda ro'za tutsin. Bu oyatdagi muqim tursa degan so'z Ramazon oyida o'z yurtida muqim turgan, ro'za qodir bo'lgan, safar qilishdak boshqa o'zir bo'lmagan bo'lsa, ro'zani tutish vojib degan mazmunni bildiradi. Yana Janobi Alloh mu'minlarga mundaq deb buyurgan. Ey iymon etganlar, do'zaxdan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandek, sizlarga ro'za tutish farz qilindi. Bu oyat ro'za tutishning musulmonlarga farzligini bildirish bilan birga ro'za tutish ibodatining bizdan ilgirki ummatlarga farz qilinganligini, shundaqla ro'za tutishdan ko'zlangan g'oyaning do'zaxdan saqlanishdan iborat taqvodorlik ekanligini ko'rsatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ro'za tutishdan ko'zlangan taqvodorlik nimani ko'rsatadi? Alloh taolo Ramazon oyida ro'za tutishning yuqori g'oyasini taqvodorlik deb ko'rsatgan. Bu taqvodorlik butun ibodatning ko'zlanadigan g'oyadir. Allah Taala mundaq deb buyurgan. Ey insonlar, do'zaxdan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan burungi ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Nimadan saqlanamiz? Allohning g'azabidan, Allohning jazosidan va oxirat manfaatining qo'ldan ketishidan saqlanamiz. Bu saqlanish taqvodorlik bo'lib, taqvodorlik Allohga itoat qilish va osiylik qilmaslikdan iboratdir. Bunda yuqori martabaga ega bo'lgan taqvodorlikning mazmuni nima? Barliq yaxshiliklarning to'planmasi bo'lgan bu taqvodorlikni shunday xulosalashga bo'ladiki, u umid va qo'rqishning o'rtasidagi bir manzildir. U butun yaxshiliklarning yig'indisidir. Ba'zilar taqvodorlikni bunday izohlagan. Taqvodorlik degan Alloh taologa itoat qilish orqali uning jazosidan saqlanishdan iboratdir. Yana ba'zilar bunday izohlagan. Alloh taologa osiylik qilmay itoat qilish, unutib qolmay eslab turish, ne'matlarni tuzkorlik qilmay shukr qilib turishdan iboratdir. İmam İbn Juzay degandek taqvodorlikning 5 darajasi bor bo'lib, ular birinchi kufrdan saqlanish. Bu islom darajasi deb ataladi. Ikkinchi ma'siyat va harom ishlardan saqlanish. Bu tavba darajasi deb ataladi. Uchinchi shubhli ishlardan saqlanish. Bu ehtiyotkorlik darajasi deb ataladi. To'rtinchi mubah ishlardan saqlanish. Bu zohidlik darajasi deb ataladi. Beshinchisi dilida Allohdan boshqasining bo'lib qolishidan saqlanish. Bu ko'rish darajasi deb ataladi. Sayyid Qutb rahimahullah mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi. Ro'zaning taqvodorlikdan iborat cho'ng g'oyasi aniq ko'rinadi. Chunki taqvodorlik degan Allohga itoat qilib, uning roziligini a'lo bilib, ro'za ibodatini ado qilayotgan chog'larda dillarda uyg'onadigan narsadir. Demak, taqvodorlik dillarni hatto ko'ngilga kelib qoladigan ma'siyatni qo'g'daydi. Mushu Qur'on bilan hisob qilinganlar taqvodorlikning Allohning huzuridagi o'rnini, uning tarozisidagi vaznini yaxshi biladi. Chunki taqvodorlik ularning ruhlari talpinadigan nishondir. Bu ro'za bo'lsa, uni qo'lga keltirishning quroli va yo'lidir. Bu sababdan oyatning uzani saqlanishinglar uchun deb ifodalanib, taqvodorlikni ularning ko'zlari oldida ro'za tutish orqali yetadigan aniq bir nishon qilib ko'rsatdi. Ro'za taqvodorlik qanday yetkazadi? Biz ro'za orqali gunoh ma'siyatlardan saqlana olamiz. Chunki qo'rsoqning to'qtirishi gunoh ma'siyatga turtki bo'lgan ishlarning beshidir. Hammamizga ma'lumki, ussizlik qilgan kishida tepiladigan shahvat ussab ketgan kishida tepilmaydi. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisda ro'za qalqandir degan. Ya'ni gunoh ma'siyatdan dalda bo'lgan demakchi. İbrahim ibn Adham hazratlari ochliq dilning chaqmaqi degan. Ramazon oyi yana bir Ramazon kelguncha qilgan gunohlarga kafarat bo'ladigan oydir. Muslimdagi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: 5 vaqt namoz, juma yana bir jumagacha, Ramazon yana bir Ramazongacha cho'ng gunoh sodir bo'lmasa, arliqda qilgan gunohlarni yo'yotkish amallardir. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ramazon oyi kirsa, jannat eshiklari ochilib, jahannam eshiklari taqiladi, shaytonlar bog'lanadi. Ramazon oyida ibodat qilish oson bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Sahihaindagi bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ramazon oyi kirsa, osmonning eshiklari ochilib, jahannamning eshiklari taqiladi, shaytonlar bog'lanadi. Yana bir rivoyatda Ramazon kelsa, jannatning eshiklari ochiladi deb kelgan. Bu hadisning ma'nosi Alloh taolo bu ulug' oyda bandalarni yaxshi ishlarni qilishni muyassar qiladi.
Natijada ular roza va tahajjudlik savobli ishlarni ko'p qilib, jannatga kira oladi. Shundaqla kishilarda qaysar iroda va Alloh meni ko'rib turadi deydigan tuyg'u kuchaydigan bo'lg'achqa, do'zaxga kirgizadigan gunohlarni qilmaydi. Demak, bu fazilatli oyda savob asilab beriladi. Ko'plagan musulmonlar gunoh ishlarini tashlaydi. Muslim rivoyatida Ramazon oyi kelsa rahmat darvozalari ochiladi deb kelganligi yuqorqi hadisdagi osmonning eshiklari ochiladi degan so'zning majaz ekanligini ko'rsatadi. Şeytanlarning bağlanışına kelsak, bazı alimlar şeytanlarning bağlanışını haqiqat deb qarasa, yana bazı alimlar majaz deb qaragan. Majaz degan alimlar bunday degan. Şeytanlarning bağlanışı ularning insonlarni azdira olmasligi, insonlarning ularning vasvasa va azdirishni qabul qilmaydiganligi, hamda ularning insonlarni azdirishni hech tamaq qila olmasligidan majazdir. Chunki Ramazon oyi kirsa kishilar ro'za tutadi. Buning bilan kishilardagi hayvoniy shahvat ojizlaydi. Günahlarga turtki bulgan hayvani şəhvət acizliğaçqa köngülləri əynəkdək sap və süzük buludu. Aqılları faydalıq və savablıq işlərini qılışqa, günahlarını qılmaslıqqa ündəydi. Neticədə, ular barlıq yaxşı əməl ibadətlərə yüzlənib, günahlardan yüz örüydü. Şuna, ularga cənnət dərvazları eçilib, davuzaq dərvazları taqılıdı. Şeytan onlarga heç nərsini göstərməydi. Şeytan onlarga vəsvəsəliş üçün yıqılırsa, ulardaki iman və taat ibadət nuru şeytanını köydürüb taşlaydı. Şeytanlarning bağlanışını haqiqat deb qaragan ba'zi olimlar mundaq degan. Şeytanlarning hammasi Ramazon oyida haqiqatan bog'lanadi. Shunga ular kishilarga vasvas sola olmaydi. Yoki shaytonlarning osmondan gap o'g'irlaydiganlar bog'lanib, bu oy ichida shaytonlar osmondan uchur o'g'irlay olmaydi. Yoki shaytonlarning yomonlari bog'lanadi, kichik va ojizlari bog'lanmaydi deyishgan bo'ladi. Chunki bir hadisda Ramazon kelsa shaytonlarning yomonlari bog'lanadi deyilgan. Demek, bu ayda şeytanlarning hammasi yoki yomonlar bog'langanlik uchun boshqa oylarga qaraganda bu oyda gunoh ishlar az bo'ladi. Şeytanlar bog'langanlik uchun bu oyda hech qanday gunoh sodir bo'lmasligi kerak edi. Ammo amaliyotda bu oyda gunoh sodir bo'ladi-ku deyish o'rinsiz. Chunki gunohlarning manbasi shaytonlarla emas, balki past kishilar, nachar odatlar va odamiy shaytonlarmi gunohlarga sabab bo'ladi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, Payg'ambar alayhissalomning hadisga asli yoki majoziy ma'no bersak, bu hadis har ikki ahvolda amaliyotga zid kelmaydi. Chunki yomon ishlar va gunohlar boshqa oylarga qaraganda Ramazonda az sodir bo'ladi. Boshqa oylarda amal ibodat yuzlanmay qolganlarga bu oyda namoz o'qib, ro'za tutish orqali Allohga itoat qilish qulay bo'ladi. Odatda boshqa oylarda taat ibodat bilan shug'ullanganlar Ramazon oyi kelsa texmi ko'p amal ibodat qila oladi. Qur'on o'qish, tarovih namozi o'qish, tahajjud o'qish, xayr saxovat qilish ishlarini texmi ko'p qila oladi. Boshqa oylarda ancha-muncha kichik gunohlarni qilsa oladiganlar oyda ashu kichik gunohlarni tashlay oladi. Amaliyotda hammamiz ko'rgan bu haqni yuqori hadis bilan birga tahlil qilgan bo'lsak, bu mu ilmiy jihatdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Allohning elchisi va haq payg'ambar ekanligiga dalil bo'ladigan bir mo'jiza hisoblanadi. Chunki Ramazonda taat ibodatga yuzlanish va turli gunohlarni tashlashmi boshqa oylardan ko'proq bo'lyotdi va bo'lmoqda. Ramazon oyida ado qilingan umrining fazilati. Ramazon oyida ado qilingan umrning boshqa oylarga qaraganda alohida fazilati bor bo'lib, Sayyidindagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazondagi umri hajga barobar degan. Muslimning bir rivoyatida men bilan birga qilgan hajga barobar degan. Gerçi bundaq umra savob jihatda shundaq hajga barobar bo'lsa-mu, lekin farz haj buning bilan gardini saqit bo'lmaydi. Barliq olimlar buning ittifoq. Ramazon oyidan boshqa oydagi umrining hajga barobar bo'lganligi haqida hadis kelmagan. Bu umrning savobining natijasi ortiq bo'lishi Ramazon oyining fazilati va tarafidan sharifidan kelgan. Chunki bu umra faqat Ramazon oyida o'rnatilganlik uchun darajasi ana shunday katta bo'lgan. Ro'za tutish komil bandichilik va ixlosni ifodalaydi. Ibodat va bandichilikning mazmuni to'liq bo'ysunishdan iborat bo'lg'achqa, ibodat ro'za tutish orqali tayyor tursa-mu, Allohning roziligi uchun och va usiz olib chidab turadi, shahvatidan voz kechadi. İslamning boshqa asosiy ibodatlaridan riyokorlik va ibodatning qimmatini tushiradigan yoki bekor qiladigan boshqa illatlar ko'rilsa-mu, ro'za tutish ibodatida saf ixlosdan boshqasi bo'lmaydi. Chunki ro'za tutgan kishi ixlos bilan ro'za tutadi. Uni Allohdan boshqa ko'rsatib turuvchi bo'lmaydi. Ixlos degan amal ibodatning safligini buzgan har qanday to'g'ridan saqlanishdir. Navoda ro'zani Alloh uchun tutmay, o'riqlash uchun tutgan bo'lsa, bu ishda ixlos bo'lmaydi. Mana bu sababdan Janobi Alloh ro'za tutganlarning savobini berishni alohida o'ziga mansub qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Odam bolasining har bir yaxshi amalining ajri 10 asrdan 700 asrgacha ko'payib biladi. Alloh taolo lekin ro'za uning sirtida.
ro'za faqat men uchun bo'ladi, uning ajrini men beraman, u kishi mening roziqim deb tamoqini shahvatini tark etadi degan. Ro'za uchun ikki xushallik bor. Biri iftor qilgan chog'da xushallik, yana biri Rabbiga uchrashgandagi xushallik. Ro'za tutishning ig'zining farqi Allohning nazarida iftor bo'yidimi xushbiroqdir. Demak, ixlos qancha ortiq bo'lgan sari mukofotmi shuncha katta bo'lgan. Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, meni bir ish buyursizlar, men uni sizdan o'rganay desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za tutqin, ajrda uning tengdoshi yo'q" dedi. Ya'ni ajrning kattaligida, ruhni saqlashtirishda, bandani egisiga yaqinlashtirishda, jismini sog'lomlashtirishda, nafsoniy shahvatlarni bo'ysundirishda uning o'xshaydigan biror ibodat yo'q. U mislsizdir. İnsan ro'za orqali o'zini tizginlaydi, qiyinchiliklarga taqobil tura oladi. Islomning ko'zligini nafsi bala, bo'shan odam emas, balki irodalik, chidamliq mo'mindir. Havoyi havas qulluqidan ozod bo'lgan, faqat ixlos, sizqi bilan mangadigan nafs haqiqatan ko'ngli iymon bilan xotirjam bo'lgan nafsdir. Ixlos bo'lganda Allohning qo'g'dishiga, himoyasiga erishgili bo'ladi. Janobi Alloh Yusuf alayhissalomni yaman ishdan qo'dab qolganligining sababi haqida mundaq degan: "Ana shunday qilib biz uningdan yomonlik va qabih qilmishini nari ketkizdik. Chunki u haqiqatan bizning ixlosmon bandalarimizdan edi." Shunga har qanday bir kishi ishlari ta'tir kelib, qiynalib ketsa, uni cho'qim biror gunohi sababidan ixlosining to'liq bo'lmaganligidan deb tushunsa bo'ladi. Ro'za tutish o'zini qiynash emas. Alloh taolo ro'za tutishni o'zimizni qiynash yoki o'z nafsimizdan o'ch elish uchun yo'l qo'ymagandir. Balki ruhni uyg'otish, badanni sog'lomlashtirish, irodani tavlash, sabr toqatga odatlantirish, ne'matni tunutish, rahim shafqatli qilib tarbiyalash, shunaqla kamil balinchilikka to'liq bo'ysunishga odatlantirish uchun yo'l qo'ygan. Shunga ro'za shaqqatga Baqara surasining 185-oyatini munaqtab oyoqlashtirgan. Allah sizlarga osonlik xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Qiynash maqsad uchun Janobi Alloh, ya'ni yil bo'yi emas, yarim yil emas, faqatla sanoqli kunlarda iboratdir. Ro'za tutgan kun 24 soat emas, tong otgandan kun patgan qadardir. Demak, kunduzi ro'za tutamiz, kechasi eg'iz ochamiz. Yana texi kasal va boshqa o'zillik kishilardan ro'za tutish kechirim qilingan. Bu vaqtda yuqorqi oyatning oxirida bunday deb ko'rsatgan: "Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlarda tutib olsin. Qiyrilik yoki ojizlikdan ro'za tutishda qiynalib ketadiganlar bir kun ro'za uchun bir miskinni to'yg'isi bo'ladi." Bismillahirrohmanirrohim. Ro'za tutish barliq ishlarimizni tuzaydi. Ro'za tutgan kishi Alloh taolaning o'zini ko'rib va kuzatib turadiganligini his qilib odatlanadi. Shuning bilan barliq ish harakatlarida Alloh meni ko'rib turadi degan asosda harakat qiladi. Bundaq kishi o'zining jamiyati, vatani va millati so'zlasa rost so'zlaydi. Ish qilsa odillik bilan qiladi. Va'da bersa vafo qiladi.